Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz va Muslima shopkalarining qadrbaland obunachilari. Qaranglar, bizlarning magazinga kelsanglar, ko'yningni topolmaymiz, ko'yning tanlolmay qolasizlar. Shunaqangi assortimentni ko'tab kelganmiz sizlar uchun. Qaranglar, yana bitta ko'rsatayotgan ko'yning ham zo'r variantda Lamiraj brendining ko'yninglari. Qaranglar, fasoni juda zo'r, har taraflama удобный. Bular dvoyka varianti, ustida kostyumchaklar bilan birgalikda. Ko'yninglari qo'shite fasonda, qo'llari ham uzungina variantimiz. Bularning karmanlari ham bor. Matosichi shunaqangi yumshoq, ishoninglar, joninglarning huzuri. Bitta ushlab ko'rsanglar, mana aytdingizlar, shundoq quyvorgilar kelmaydi. Shunaqangi mayin, shunaqangi приятный. Ustida mana bunaqa kostyumchiklar bilan birga bo'ladi. Bularni ko'rsatib o'taman. Ya bismillah. Kiyganda ham zo'r turadi. Bular bor, umuman trenddan qolmaydi. Chunki har taraflama удобный narsa. Bilasizlar, qulay, удобный narsani o'zi bitta odam yaxshi ko'rgan inson u narsadan voz kecha olmaydi. Shunaqa variantda qaranglar. Belbog'li variantimiz, mana bog'ichli varianti, beliga moslab bog'lab olaversanglar bo'ladi. Bularni mana bunaqa korishneviy rangidan olib kelganmiz. Korishneviy rangini ham ko'rib o'tsanglar, orqalarini ko'ringlar, o'zini brendi mana bunaqa broshkalari ham bor. Qaranglar, xrustallar bilan bezatilgan variantimizda aytganimdek beliga moslab bog'lab olaverasizlar. Mana bu orqalarini ham qaranglar, qanaqangi zo'r turadi. Mana xrustallar bilan bezatilgan variant. Kostyumchiklarini ham alohida xohlagan narsalar bilan kiyaversanglar bo'ladi. Даже mana bu tugmachalarigacha ham o'zini brendi tushgan. Ko'rdinglarmi, qanaqangi zo'r varianti. Razmerlari turk razmerda 40, 42, 44, 46, 48 bularga bemalol 10 plus qo'shaverasizlar. O'zimiz razmerimizga kelib chiqadi. Ma'lumot o'rnida eng kichkinasini 40-razmerni o'zim kiyib olganman. Bundan boshqa assortimentlar ham juda ko'p. Bularni ham ko'rsatib o'taman. Xolisida mana bunaqa variantlarni ham olib kelganmiz. Bularni ko'rsanglar, vellur matosi bilan shersniy mato o'zgacha uslubda ishlangan. Fasoni juda zo'r, lukini ko'ringlar. Qanaqangi chiroyli turadi. Kiyganda ham mazza qilib kiyaverasizlar. Bularni ham aytganimdek, ustini alohida, ichki qismini ham alohida xohlagan joyiga, xohlagandaqa qilib kiyaversanglar bo'ladi. O'zingizlarga yoqqan didinglarga moslab turib, mana bu variantini qaranglar. Bularni nima deyish mumkin? Chiroyliligini qaranglar. Kiyganda ham yonib turasizlar bor. Fasoni har taraflama idealniy darajada. Mana orqalari bilan ko'rsatib o'tibman. Aytganimdek, belbog'li variantda, mana bog'ichli variantda beliga moslab bog'lab olaverasizlar. Qaranglar, qanaqa chiroyli mamutlarni ko'ringlar, ruchnoy ishda. Xrustallar bitta qadalgan variantimizda. Mana bunaqa variantidan ham olib kelganmiz. Bu varianti ham o'zimga rosa yoqdi. Bu varianti esa turk razmerda 38-razmerdan boshlanadi, 48. Bularga ham bemalol 10 plus qo'shaverasizlar. Bularni qaranglar, oldilari tugmachali varianti. Mamutlarni ko'rsatib o'taman. Chunchi qismlarini qaranglar, qanaqangi bagati ishlangan bor. Hamma joyga kiyaverasizlar mazza qilib. Ichki qismini ko'rsatib o'taman. Ichki qismlari ham ko'ynakli variantda, atak ham kostyumchigini yopasizlar, yubka yoki koftichka bilan kiyilgan deb o'ylashadi. No variant qulayligini ko'ryapsizlarmi? Qo'llarini qaranglar, mamutlarning chiroyliligini, matosiga borib umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hozir hammasi har xil narxda bo'lgani uchun bitta minimal narx doimiy deb ayta olmayman, to'g'risi. Lekin o'zingizlarga yoqqanini rasmini tashlab, pastdagi telefon nomer orqali o'zingizlarga keraklicha ma'lumotni olsanglar bo'ladi. 12 viloyatga dostavka xizmatlari mavjud. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz. Eng zo'rlari uchun.